Assalomu alaykum. Ismim Nodir. Osuda brendi rahbarlaridan biriman. Biz ko'rik yo'nalishi oshxona anjomi, restoran jihozlarini olib kelish va uni realizatsiya qilish bilan shug'ullanamiz. Va restoran sohasiga egalariga sifatli narsani yetkazib berish va biznesimizni rivojlantirib uzoq muddat ishlash niyatida brending qildirdik. Mounting brendi agentligi biz uchun nom ishlab chiqishdi, logotip tayyorlab berishdi. Eng muhimi, nom shunchaki chiroyli eshitilishi uchun emas, professional darajada o'ylangan va patentga mos tarzda ishlab chiqilgan. Mounting brendini tanlashimizning asosiy sababi Hasan Husan aka Mamat Saidovlarning tavsiyalari va bozorni 4-5 oy davomida kuzatib o'rganishimiz Mounting brendiga ko'nglimiz xotirjam bo'lib topshira olganimiz sabab bo'ldi. Agentlik ishidan mamnunmiz. Biz kutgandan yaxshi natijalar bo'ldi. O'z brendini yaratmoqchi bo'lgan barcha tadbirkorlarga Mounting brendini tavsiya qilib qolaman.